Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar. Bugun 7-aprel Namangandamiz, To'raqo'rg'on. Yo'q. Joyini aytib o'ring. Ha, Yangi hayotda. O'zingiz nima qilib, o'zingizni tanishtirib oling. Biz dehqon bilan uchrashdik. Biz dehqon shu Kadiyar sortda ekkan, fitoni Kadiyar degan bodringini ekkan, ko'rib turganinglardek. Shu dehqon aka bilan intervyu qilgani keldik. Keyin rasmlarga, videolarga olamiz. Aka, o'zingizni tanishtirib olsangiz. Assalomu alaykum. Qadrdonlar, yaxshimisizlar? Charchamasdan. Dehqonchiliklarga baraka hammanini. Amin. Biznikini ham duo qilib qo'yasizlar. Bu Kadiyar sortni Odilxon hoji aka berganlar bizga, Namangan shahar, Yangi hayot. 20-yanvar kuni ekilgan, 2025-yil Kadiyar sort. Xudo xolasa hosildorligi juda yuqori ekan. 2 kunda bir uzitdimiz, mana shu holatda Xudo xolasa. Har uzganda qancha terim qilinyapti? Hisob kitob qilyapsizlarmi? Har terimda bir marta 2,5 tonna, bir marta 2 tonna o'shig'roq, 3,5 tonna shunaqa bo'ladi. Ob-havoga qarab boshqa bo'ladi. Yaxshi, Xudoga shukr. Narx-navolar ham yaxshi. U 2,5, 2 tonna, 3 tonna qancha joydan chiqyapti shunda? 60 sotixga yaqin joydan. Ha, 60 sotixga yaqin joydan. 14 ming ko'chatdan chiqyapti. Xaridorgirligi ham o'ta yuqori, bliski ham o'ta kuchli ekan. Hosildorligi ham juda zo'r. Bitta ko'chatni o'zidan men ko'rib turibsizlar. Bitta bani tagidan 8 ta chiqargan. Sizga xaridorlarga, dehqon sifatida xaridorlarga qaysi taraflar, qaysi xususiyatlari yoqyapti ko'proq? Bizga hop 1 kun, 2 kun uzilib, hali sotilolmay qo'yib ketadi-ku. Kачествосini yo'qotmaydi. Bliski zo'r turibdi. Mana hozir qanday uzilsa, shunday qattiqligi ham zo'r. Xaridorgirligi ham yaxshi, haligi nima emas, yirik ham emas, mayda ham emas, xaridorlarga yo'qdi. Mana shu holatda o'zering o'ka deb nima qilibdi? Tovarni uyda yoqyapti. Ha, tovarni uyda zo'r. Mana ko'rib turibsiz-ku, yaltiroqligini ham. O'zi bular uzishga kelgan kuni o'zi o'pish yaltillab haligi holatda o'ta chiroyli bo'lar. Birinchi marta ekishingizmi buni? Men birinchi marta ekishimni. Odilxon akam shu tavsiya qilganlar. Bizni sohamiz o'zi boshqa soha. Endi men dehqon yurg'izdim, dehqonga berdim, haligini qildim, bizda bo'lmadi. O'zimni soham boshqa, ustachilik qilaman. Ustachilikdan chiqib, endi o'zim qaritdiman shu yildan. 2025-yildan o'zim qaritdiman. O'z tepasida turib, o'z qaratib. Ha, dehqonim yo'q, o'zimman. Maslahatlarni shu Odil hoji akadan olib turibsiz kerak bo'lganda. Hoji akadan bitta ustozimiz borlar. Ha, yaxshi. Agronom Musoxon degan ukamimiz bor, tenjon sog' bo'lsin. Shu bola maslahatini ayamaydi. Har kun kerak bo'lsa, har kun chiqadi. Oka bundoq qilamiz, bundoq qilamiz deydi. Tenjon sog' bo'lsin, ota-onasini baxtiga, bolalarni baxtiga kasal bo'lmasin. Bu yerga ishlov berilganda o'zingiz berganmisiz, yo'q uni ham maslahat qilib ishlov berganmisiz? Yeringiz sifati ham yaxshi ekanda ko'rinishi. Fond agrotexnikasini shu bola bilan Musoxon bilan gaplashib, shu bola orqali yeringiz yumshoq ekan, mayin ekan. Juda yumshoq ekan. Shu bola bilan maslahatlashib, fondnayligini nima qilamiz? Buni o'sha tepaga ko'tarib ekish ham shu Musoxon akam maslahat berganlar. Shu usulda ekish. Ko'tarma qilib. Drenaji yaxshi ekan, suv o'tkazishi ham yaxshi ekan. Kapelniyni ikki tarafdan tashabsiz. Kapelnitsani ham ko'rishsizmi? Juda ko'pchilik mana tagiga olib kelib qo'yadi. Ildiz chirishga olib keladi-da, mana. Bu ozgina rastayani tashab 15 sm ichkarida kapelnitsamiz. Shunda haligi ildizli intiladi. Suv ichishga ham haligi bo'g'izdan ichsa kasallik ko'p. Bu bodring bachkilardan ham berar ekan, shu yon bachkilardan. Bir xil dehqonlar savol beradi, bachkini olaylikmi, olmaylikmi deb. Siz oldirmadingiz. Yo'q, bachkini o'ka mana birinchi hosildan mana 10 ta barggacha bitta qo'yma olib tashaganmiz. Hop, 10 ta barggacha olib tashashgan ekan. Keyin hosildorligini to'nni olib tashaganmiz. Undan keyin mevaga o'tib, tana kuchaygandan keyin bachkiga ham tegmas dedi. Mana demak, birinchi bo'lib tanasini, ildizini kuchaytirib oldinglar. Ildizni kuchaytirib, 10 ta hosilni olib tashab, u yog'iga 10 ta barg tagidan olib tashab, qolganiga boquvga berdi. Ko'z tegmas, lekin ko'rinishi yomon emas, haqiqatan ham. Palagini ko'rinishi ham, hosilni ko'rishi ham, umuman dehqonchiligingiz ham ko'z tegmasin. Allohga beadad shukr bo'lsin, barakasini beribdi. Duo qilib turasizlar, endi qo'ldan kelgancha qarab turibmiz. Ha, yaxshi. Sizga kattakon rahmat. Inshaalloh
undanda yangi navlarimiz chiqadi. Shu Odil hoji akaga borib murojaat qilaverasiz. Yangi navlar bo'lsa birinchi bo'lib ularga beramiz. Sinovga, nimaga tarqatadilar, tanishlarga maslahatga chiqaverasizlar. O'zimiz ham qo'ldan kelgancha kelib, sizga yordam berib nima qilib turaveramiz. Sizga rahmat. Sog' bo'ling.